bola yig'laganda o'zi nima qilamiz biz? Bola yig'laganda nimaga yig'layapti u? Nimaga yig'layapsan? Nimani his qilyapsan hozir? deb yana o'zimizga ham savol berib, nimani his qilyapmizki bu bola yig'layapti? Ichimda mani nima yig'layapti hozir? Nima? Qaysi energiya meni shunaqangi ular tozaki, ayniqsa yangi tug'ilgan bolalar shunaqa toza chistotaga egaki, ularning energiyasi shu qadar tozaki, ular har bitta energiyani his qiladi, chistotani his qiladi. Siz og'riqda, nafratda, jahlingiz chiqqan, turmush o'rtog'ingizdan jahlingiz chiqib o'tirgan bo'lsangiz, u albatta yig'lashni boshlaydi. Yoki qaynonangizdan jahlingiz chiqib o'tirgan bo'lsangiz, u albatta yig'lashni boshlaydi. Nega yig'layapti? Sizdagi nafrat, alam, g'azab energiyasini his qilib, u energiyada u bo'la olmaydi, u sinxronmasda, ya'ni u shunaqa toza chistotadagi, toza energiyadagi o'zini sig'dirmayapti, mana qotib qolib yig'laydi-yu bolalar, kichkina mana shu 1 yoshga to'lmaganlar ba'zida-da. Nega shunaqa bo'ladi? Nega? Chunki u tura olmaydi-da, ya'ni havo yetmaydi ularga-da, xuddi shunaqangi his qilaman-da. Ya'ni o'sha yerda ular bitta anaqada emas-da, ya'ni o'zini olamida emas. Aniq biladi, ular o'zini olamida emas, chunki u nafrat, alam energiyasi ularga begona. Shuning uchun ular yig'lashni boshlaydi. Bu paytda sraz ona his qilish kerak. Men hozir o'zimdan negativ energiya tarqatyapman. Ya'niki ona darhol his qilish kerak-da, darhol o'sha yerda havoni o'zgartirish kerak, darhol eshiklar ochish kerak. Asosan-da vazifa bo'ladi onaga oynalarni ochish, havo kirgizdirish, havoni yangilash, energiyasini almashtirish, ya'ni xonani energiyasini darhol to'g'irlash, yangilash, kerak bo'lsa mantralar qo'yib qo'yish, yuqori vibratsiyali musiqalar qo'yib nima qo'ya olasiz? Misol uchun kimdir Qur'on qo'yib qo'yadi, to'g'rimi? Qur'ondan oyatlarda farqi yo'q, shu chistotasi baland nima qo'yib qo'ya olsangiz, qo'yib qo'yishingiz kerak. O'sha yerga darhol past ovozda, juda past ovozda u vibratsiyasi chiqib turadi, almashadi va darhol bolani yuzini suv bilan yuvish. Suv portalki shunaqa ulab beruvchi, ya'ni shunaqa portalki qaysi misol uchun kim qaysi energiyada bo'lsa, kim qaysi chistotada bo'lsa, o'sha chistotaga ulab beruvchi portal. Shuning uchun suv bilan darhol yuvish kerak, yuzini yuvish kerak-da. Sevgingizni beraverishingiz kerak. Men butunlay sevgimman, men senga sevgim berishga tayyorman. Yig'lama, hozir nimaga yig'lading? Men seni tushundim. Bizda shunaqa vaziyat bo'ldi. Men o'sha vaziyatda shunaqa nafratga kirib qoldim. Shuning uchun yig'ladim. Men seni bildim. Gaplashaverish kerak bola bilan-da.